Bu oy nafaqat roza tutish hamda ihson qilish, saxovat oyidir. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamlarning eng saxovatlisi edilar. Ramazon oyida esa Jabroil alayhissalom u zot bilan uchrashib, Qur'onni o'rgatib turgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esib turgan shamoldan ham saxovatliroq bo'lib ketadilar. Har tong quyosh chiqadi, ammo kimningdir uyida non yo'q, kimningdir ko'zida umid, umidlar so'nib borayotgan bir paytda biz bilamizki, sadaqa va ihson tarqatish eng katta ibodatlardan. Bir tabassum va duolar bilan berilgan sadaqa kimningdir hayotini butunlay o'zgartirishi mumkin. Ramazon berish orqali boyish oyidir. Qo'limizdagini bo'lsak, qalbimiz yanada to'ladi. Biz har kuni ezgulikka ko'prik bo'lamiz. Sizning ihsonlaringiz bilan muhtojlarga ovqat, bolalarga quvonch, keksalarga e'tibor yetkazamiz. Bu xayriya bu shunchaki yordam emas, bu umid, bu ertangi kunga ishonch. Ramazonda qilinadigan sadaqa savobi cheksizdir. Bugun berilgan sadaqa ertaga nur bo'lib qaytadi. Keling, bu Ramazonda yanada saxovat peshi bo'laylik. Birga yordam ulashaylik. Bu muborak oyda ozgina bo'lsa-da mazlumlarning og'irini yengil qilaylik. Ramazon qalbdan qalbga yetadigan oydir. Biz bilan birga bo'ling. Mazlumlarga yordam qo'lini cho'zing. Saxovatli bo'ling. سلام الله يا قدس